Ikkinchi savol. Grafik asosida x ni nisbiy atom massasini toping debdi. Y ni massasi 16 deb ishlaydi. Demak, grafikda birinchi o'qda 2 gram bor ekan, bu x ni massasi ekan. Past tarafdagi o'qda XY3 degan modda ekan, massasi 5 gram ekan. Demak, moddamiz x, y3 ekan. Shu moddaning massasi 5 gram ekan. 5 gram ekan. Modda. İçini, ya'ni tarkibidagi x ni massasi esa 2 gram ekan. Demak, mana bu 2 gram ekan. X. 5 umumiydan 2 grami x bo'lsa, demak, qolgan 3 grami y modda bo'ladi. Endi y ni atom massasi, ya'ni bitta y atomining massasi 16 deb hisoblasa, 3 ta y atom bor bu yerda, shunda 48 massa bo'ladi. Qayerdan keldi? 16 ni 3 tasi. Y atomini 16 massasi 3 ta y bo'yicha 3 ko'paytirdi. Endi mana x ni massasini topsa bo'ladi, proporsiya qilib. 48 ni 2 ko'paytirib 3 ga bo'lamiz. Shunda 32 massa kelib chiqadi. Xo'sh, demak 48 ni 2 ko'paysa 96, 96 3 ga bo'lsa 32. Demak, x atomining massasi 32 degan javob bo'lar ekan. To'g'ri javob A javob bo'lar ekan.